Missis Thompson ismli o'qituvchi 5-sinflarga dars berar edi. U darsning boshida hamma bolalarni birdek yaxshi ko'rishini aytsa-da, bu yolg'on edi. Sinfda ust-boshi kir, darslarga qiziqmaydigan Teddi ismli bolani unchalik ham yoqtirmasdi. O'qituvchi bolaning hujjatlarini o'rganib, quyidagilarni o'qidi. 1-sinf. Teddi aqlli bola, lekin oilasida muammolari bor. 2-sinf. Teddi yaxshi o'qiydi, ammo onasining og'ir xastaligi unga ta'sir qilyapti. 3-sinf. Onasi vafot etdi. Teddi tushkunlikda, otasi esa e'tibor bermayapti. 4-sinf. Bola butunlay o'ziga bekildi. O'qishni tashlab qo'ydi. Missis Thompson o'zidan uyalib ketardi. Kutilmagan sovg'a. Yangi yil bayramida barcha o'quvchilar chiroyli qog'ozlarga o'ralgan qimmatbaho sovg'alar berishardi. Teddi esa eski gazeta qog'oziga o'ralgan, bir nechta toshchasi tushib qolgan arzon bilaguzuk va yarmi ishlatilgan atir sovg'a qiladi. Bolalar esa Teddining ustidan kulishadi. Lekin Missis Thompson bu mening eng yaxshi ko'rgan atirim-ku deb uni o'ziga sepadi. Darsdan so'ng Teddi ustozining yoniga kelib, "Ustoz, bugun sizdan onamning hidi kelyapti", dedi. Bu gap o'qituvchining qalbini zirqiratdi. Oradan yillar o'tib, Missis Thompsonga xatlar kela boshladi. "Men kollejni tamomladim. Siz hamon hayotimdagi eng yaxshi ustozimsiz. Men universitetni bitirdim, shifokor bo'ldim. Siz dunyodagi eng zo'r insonsiz." Oxirgi xatda Teddi uylanayotganini va to'yiga kelishini iltimos qildi. To'yga Missis Thompson o'sha eski bilaguzukni taqib va o'sha atirni sepib boradi. Ular uchrashganda Teddi ustozining qulog'iga "Menga ishonganingiz uchun rahmat. Hayotimni qutqardingiz", deydi. Missis Thompson esa ko'zda yosh bilan "Yo'q, Teddi, sen meni qutqarding. Men sendan haqiqiy o'qituvchi bo'lishni o'rgandim".